Agar siz ingliz tiliga qiziqsangiz, ingliz tilini o'rganish texnikalarini bilishni xohlasangiz, bu video aynan siz uchun bo'ladi. Sababi hozir shahrimizdagi eng top o'qituvchilardan birisi Mr. Begov bilan ajoyib suhbat bo'lib o'tadi va biz bunda ingliz tilini o'rganish sirlarini bilib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xushnud, yaxshimisiz? Rahmat. Birinchi savolim, Mr. Begov o'zi kim? Mr. Begov qisqacha qilib tushuntirib o'taman. 25 yoshdaman, Urganchda tug'ilganman. Ingliz tili bo'yicha 7 yildan beri dars berib kelyapman. Shu vaqtgacha 4000 dan ortiq shogirdlarni chiqarganman. O'qituvchilik sohasini Xitoyda o'qib yurgan vaqtimda, Shanxayda o'qib yurgan vaqtimda shunda boshlaganman. O'quv markazida ishlab, unda 2 yil ishlayapman. Keyin beri kelib, yana Urganchda 5 yildan beri dars berib kelyapman. Xitoyda o'qish nechik bo'lgan ingliz tilida? Xitoyga men 2017-yili kirganman ona. Yo'nalishim xalqaro iqtisodiyot va savdo-sotiq yo'nalishiga kirganman. Ingliz tilida o'qib bitirganman. Shunda o'qib yurgan vaqtlarimda shu o'quv markaziga ishga kirib, onda ingliz tilidan dars berar edim. Ingliz tilim yaxshi bo'lganligi uchun. Keyin уже notsa bo'ladi. Menga ko'proq o'qituvchilik mos keladi ekan. Iqtisodchi bo'lishga qaraganda shu o'qituvchilik kasbidan ketganman. Hozirgacha shundan beri shu ingliz tilini o'rgatib, shogirdlarni chiqarib kelyapmiz. Demak, ingliz tilini o'rgatish bu birinchi o'rinda moddiy taraflar emas, o'zingizga qoladi. To'g'risini aytsam, Xushnud, men ichim to'la o't. Men bir joyda o'tirib biladigan odam emasman. Ichimdagi o'tni chiqarasim keladi. Neradir ish qilib bir gaplar, boshqa aytib shu eng boshini yodimga soladigan bo'lsam, shu eng boshda o'qituvchilik qilib boshlaganimda shu darslarga kirib, o'ynab, kulib, ichimdagi energiyani chiqarib lazzat edim. Shundan keyin уже notsa bo'ladi. Kallama уже natiqqan shu o'qituvchilik sen uchun ekan. Sen bir yerda o'tirib biladigan odam emassan. Shuncha ichingdagi o'tni birovlarga chiqarib sen uchun ekan bu kasbda tushunib yetganman shu vaqtimda. Shundan keyin ham даже o'qishni bitirib ham, yo'q men o'qituvchilik etaman deb shu o'qituvchilikdan ketganman. Hozir ham masalan men darslarimni, men o'quvchilarim, shogirdlarim biladi. Agarda bilsalar kommentariya yozib ketsinlar. Darslarimda juda energichliman. Informatsiyani bir jonimni chiqarib, bir ichimdagi o't bilan yetkazib berishni yaxshi ko'raman. Sodda tilda, oddiyat. Bu narsani men tasdiqlayman, sababi men ham o'quvchilar hisob qilaman. Birinchi prosta istoriyaga video olib yurvadim, lekin energiyalarni ko'rib o'zim o'qisam kelib, o'zimdan o'qib boshladim. Xo'p, Dostonbek, nechun aynan ingliz tili? To'g'risini aytsam, eng boshini qaytaman. O'zim men maktabda nemis tilini o'qiganman. Shu 6-klass, 7-klassgacha, lekin bir jo'larim aytib qoldi, nemis tilini o'rgansang, Germaniyada gaplashib bilasan, ingliz tilini o'rgansang butun dunyo. Shu 7-klassdan keyin men aytdim, yo'q, ingliz tilini o'rganib boshlayman deb, nemis tilini maktabda o'rganishni to'xtatib, keyin ingliz tiliga o'tib ketganman. Shundan beri bilman ingliz tiliga o'rganish dim qiziqib ketganman. Ingliz tilim odim yoqqan o'g'adir. Shundan keyin u yonimda Davron og'am bor, men birinchi o'qituvchim, shunga ingliz tilidan podkursga borganman. Shundan keyin ingliz tilini o'rganib boshlaganman, o'zim ingliz tili dim yoqqan. Lekin ingliz tilidan tashqari boshqa tillarni ham bilaman. Masalan, kitayskini ham bilaman. Rus tilidan ham bilaman masalan. O'zi ma'novodir tillarni o'rganish yoqadi menimcha. Lekin ularning ichida ingliz tili ko'proq yoqadi. Shuncha ingliz tiliga kirib ketganman. Endi qiziqarli savol, bu hammaga qiziqarli bo'lsa kerak. Dostonbekovni o'zi jalla vaqtda ingliz tilini o'rgangan. Men dim ko'p vaqt o'rganganman. Vaqtimdan nechikadi, borib yuraverasiz, to o'qishga kirinchangiz. Men 7-klassda ingliz tilini o'rganib boshlaganman. Eng qiziqarli bir ma'lumot aytaman. 6-klassimdami nemis tilidan nega borganman? Olimpiada maktabda. Lekin 7-klassdan уже o'tib, уже ingliz tilidan borganman keyingi yili. Ya'ni dim tez o'rganganman. Shu yilga hech qachon yodimdan chiqmaydi. O'zim shu 7-klassda o'rganib boshlagan bo'lsam, to shu o'qishga kirincham 3 yil maktab, 7, 8, 9, keyin 3 yil kollej va 6 yil o'rganganman. To o'qishga kirincham. Lekin bu tilni siz o'rganib bo'ldim deb aytib bilmaysiz. Hozirgacha даже o'rganishda davom etib kelaman. Masalan, hozirgacha toza so'zlar chiqadi, hozirgacha bilmaydigan yangiliklar chiqadi. Chunki til bu juda katta narsa. Buni oxirina yetib bo'ldi, o'rganib bo'ldim deb bilmaysiz. Begovda bunchalik energiya nerdan?
Men shuni o'tirib bir ko'p o'ylanaman o'zim-ham. Menimcha Xudo shunday yaratgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ichimda dim ko'p o't bilan oilada ko'proq opam o'xshab ketaman. Opamdan shunday ichimda o't dim ko'p. Menimcha o'sha hislati menga o'tgan bo'lsa kerak deb o'ylayman opamdan. Shu Xudo menimcha shu o't bilan yaratgan. Menga bir o'tirib bir aniq bir narsa topolmayman to'g'risi. Xo'p, endi ingliz tili endi ko'pchilik qiziqib turibdi. İngilis tilini o'rgangan odamlar nima beradi ingliz tili odamga misol? İngliz tilini endi foydali tomonlarini aytadigan bo'lsam, dim katta. Hozir siz doktormisiz, o'qituvchimisiz yo boshqa kasbmi, qiziq yo'q, hozirgi zamonga kelib ingliz tilini bilish dim muhim bo'lib qoldi. Nechun? Birinchidan, masalan qarang, men doktorman, masalan. Men o'zimning sohamda o'ta darajada bilimli, juda bir kuchli bo'lishni istayman, lekin men bilimli bo'lishim uchun o'zbek tilida yoki rus tilida to'g'risi ma'lumot sal kamroq. Ma'lumotlar ingliz tilida. Ava, men даже o'qidim, fakt yer yuzindagi barcha ma'lumotlarni 80-85% ingliz tilida. Ya'ni bu juda katta bilim degani, juda katta informatsiya. Shunga borishimiz uchun ham menimcha ingliz tilini bilishimiz kerak. Masalan, yangi kasalliklar, ularni davolash, to'g'rimi? Buni bilish uchun biz ingliz tilini bilishimiz kerak deb o'ylayman. Chunki tadqiqotlar, shuning eksperimentlar yoki boshqa narsalar ingliz tilida qilinadi. Shunda sizga bizga qaragan, demak, har bir odam ingliz tilini kerak. Har bir odam, men o'ylayman, har bir odam bonanda ingliz tilini bilishi kerak. O'sha shart, zamon talabi bu. Zamon talabi. Birinchi sababi shu, chunki sohamizda zo'r bo'lishni istaymiz, bonanda konkurensiya gündan güne kuchayib borayotir. Faqat bilimlilar, faqat kuchlilar bonanda o'ng'ishi ansatrak bo'ladi. Bilimli, kuchli bo'lishimiz uchun ingliz tilini bilishimiz kerak bo'lib turibdi. Chunki ingliz tili bizlarga orgi bilimni yetkazib turibdi. O'rtadagi bir ko'prik bo'lib turibdi. Masalan, aytganim doktorlar ham dim ko'proq bilim egallashi uchun ingliz tilini bilishi kerak bo'lib turibdi. Shu ingliz tili orgi narsa olib borib turibdi-da, qisqacha qilib aytganda. Endi siz ko'p o'quvchilarni chiqargansiz, 4000 ga yaqin. Bularni bir gaplashganda nima deydilar? Nima maqsadda o'rganib turibdilar ingliz tilini? Asosiy yoshlarni endi to'g'risini aytsam, menda 3 xil toifa bo'linadi, menga gap turganlar. Birinchisi abituriyentlar, shu 8, 9, 10-klassda bularning asosiy maqsadi shu sertifikat olish, IELTS olish, TOEFL olish. Keyin universitetdan keladigan qatlamam bor, bularning asosiy maqsadi magistraturaga kirish. Chunki magistraturaga kirish uchun ham sertifikat so'rab turibdilar. Uchinchi qatlamam bor, bu ishchilar. Ya'ni shu bankirlar, masalan, doktorlar keladi. Bularning asosiy maqsadi shu o'zining sohasida, masalan, ko'proq masalan, oylik olish deymiz, ustamalar bor, hozir ingliz tilini bilgan odamlara, masalan, o'qituvchilara agarda chet tilini bilsa, men eshitdim, что 50% mi shuningdek bir qo'shimcha ustamalar bor oyliklarni deb eshitganman. Shuning uchun menga o'sha 3 qatlam keladi: abituriyent, studentlar, ishchilar. Bular hozir hammasining maqsadi bir sertifikat bo'lib turibdi. Sertifikatni olish, IELTSmi, TOEFLmi nima bo'lsa ham olish bo'lib turibdi. Lekin shu yerda bir narsa qolib ketib turibdi. Men shuni aytib o'tchakman. Ko'pchilikning maqsadining sertifikat bo'lib turibdi-ku. Ya'ni ingliz tilini bilishim kerak, men ingliz tilida gapirishim kerak, shu narsani men hayotimda ishlatishim kerak, ingliz tili orqali men imlatishim kerak degan narsa ikkinchi planda bo'lib turibdi. Asosiysi sertifikatni olsam bo'ldi. Masalan, abituriyentlar sertifikatdan o'qishga kirsam bo'ldi. Masalan, universitetda o'qib o'rgangan sertifikatni olib magistraturaga kirsam bo'ldi. Ya'ni kurs sertifikat qog'oz kerak bo'lib turibdi. Ko'pchilik bilma urg'un qaratib turganligi yo'q. Ishi katta bir muammo. Men buni darslarimda tushuntirishga harakat etaman bolalarga so'zlab. Do'stlar, sertifikatni to'g'ri olib bordingiz, o'qishga kirdingiz, boshqa aytdingiz, lekin bunga qaraganda bu ingliz tili bilimi ko'proq narsa beradi deb tushuntirjak bo'laman darslarimda, to'g'risi. Qo'limdan kelgancha harakat etaman. Ana shu gapingizdan yana bir savol tug'ildi. Ingliz tili sizga nima beradi? Ingliz tili juda ko'p narsa beradi. Birinchidan, ingliz tili orqali dunyoviy bilimlarimizni oshirib bilamiz, ya'ni dunyo qarashimizni kengaytirib bilamiz. Ingliz tili bilmaydigan odam bilan ingliz tili biladigan odamlarning o'rtasida oz-moz bo'lsa ham bir farq bor. Men buni nerdan bilaman? Ina o'quvchilarim 0 dan keladilar. Shu ingliz tili o'rganish vaqtida dunyo qarashini ham rasmiy o'zgartiradilar. Chunki ingliz tilida ular har xil tekstlarni o'qiydilar, masalan, qiziqarli ma'lumotlarni o'qib o'rganadilar. Shu ingliz tili o'rganish orqali dunyoviy bilimlarini ham, ya'ni dunyoviy qarashlarini ham kengaytirib oladilar. Bu birinchi plusi. Chunki dunyoviy qarash juda muhim hisoblanadi.
Keyingisi yana IELTS ko'pincha shu IELTS sıfır ekzaminini tayyorlanadiganlarda chuqur fikrlash, ma'lumotni analiz qilish degan bir ko'nikma ham ostan shakllanadi. Chunki shu IELTS ekzaminida javoblarni topishingiz uchun ozgina chuqur fikrlashingiz kerak. Imanim bo'lsana, ya'ni tanqidiy fikrlash deydi-ku, shu narsa ham bir shakllanadi. Ya'ni ingliz tili o'rganish jarayonida ba'zi bir boshqa bir foydali ko'nikmalar ham ostan shakllanadi. Ingliz tilini bu birinchi baradigan narsasi. Ikkinchi baradigan narsasi shu chet elga ketganda, masalan, ertangi bo'lgan ish topishda masalan yengil bo'lishi mumkin. Ya'ni siz o'zbek tilini bilsangiz, O'zbekistonda ish qilib bilasiz. Ingliz tilini bilsangiz, butun dunyoda ish qilib bilasiz. Hozir Yevropaga ketib turibdi. Avval masalan ko'pchilikni orzulari bo'lishi mumkin chet elda yashash, masalan Amerikada, Yevropada. To'g'ri, bu orzu bo'lishi yomon emas, yaxshi bo'lsin. Lekin birinchi o'rinda ingliz tilini bilishi kerak. Masalan, oddiy stomatolog Amerikada ishlasa, bera qaraganda ko'proq pul topib biladi. Chunki onda bilasiz, dish davolatish dim qimmat. Lekin ingliz tilini bilmasa qiyin. Shuning uchun ham ingliz tili kerak. Bu foydali jihatlari dim ko'p. Men hozir buni o'tirib sanayman desam, bu 100 gacha boradi. Hozirgi ingliz tilini o'rganib turganda yoshlarda qaysi nov muammo bo'lib turibdi ingliz tilini o'rganish? Bir necha muammolar bor. Podkursga keladilar, ingliz tilini o'rganib boshlaydilar. Keyin ularda bir ikki muammolar chiqib boshlaydi. Asosiy eng katta muammolardan biri bu o'quvchilarning qo'rqishi. Chunki bizani maktab tizimimizda ko'proq xato qilsak jazolar adiladi. Masalan, xato qilamiz, jazolaydi, so'kish eshitamiz. O'sha o'quvchilarning miyasida shuningdek narsa shakllangan, xato qilishim mumkin emas degandan. Asosiyatda bo'lib o'sha qo'rqoq bo'lib qoladi odamlar. Ya'ni xato qilmasligim kerak. Xato qilmasligim uchun gapirmasligim kerak. Tushundingizmi? O'sha hozir gapirsam xato qilaman, o'sha ustimdan kuladilar yo domla so'kadi degan narsa shakllanib qolgan odam miyasida. Shu narsani yo'qotishga harakat etishimiz kerak. Ingliz tili o'rganish mobaynida siz juda ko'p xatolarni qilasiz. Bu narsa tabiiy. Shuning ham bo'lishi kerak. Xato etmaychi tarjima. Avval, masalan, siz ingliz tilini o'rganib boshladingiz-ku. Xato qiling, xohlaganingizcha xato qiling. O'qituvchi bularni birma-bir ostan-ostan to'g'rilaydi. Qachon inson xato qilganida shunda tushunib yetadi kamchiligini. Iberi minattirmasligim kerak ekan. Domla imnattir deb aytdi. Imnatmasligim kerak ekan. O'zi inson xato qilsa tushunib yetadi. To'g'ri yo'lini, kamchiligini. Bu narsa bizani o'stiradi. Shuning uchun xato qilishimiz shart ingliz tili o'rganib turgan vaqtimizda. Buning uchun buni yechimi birinchi navbatda o'qituvchilar ko'proq ishlashi kerak, o'qituvchi ko'proq tushuntirishi kerak o'quvchilarini. Xato qilaver, gapi yo'q, yoki o'zingni bo'sh qo'y, qo'rqma, uyalma, shuning narsalarni biza yetkazib borishimiz kerak. Buning uchun bizlar o'yinlar yordam beradi, har xil metodlar yordam beradi. Men o'zim ham kurslarimda to'g'risi ko'p o'quvchilarga so'rayman, ya'ni bizda har bir darsdan keyin speaking bo'ladi, ya'ni o'quvchilar bilan birma-bir o'tirib gaplashamiz. Shuni tushuntirib aytaman. O'zingni bo'sh qo'y, qo'rqma, xato qilsang gap yo'q, urinma, so'kinma. Xohlaganingcha so'zla. Xohlaganingcha so'zla, men xatolaringni birma-bir to'g'rilab beraman deyman. Keyin oston o'zlariga keladilar. Endi bilasizmi, shuning bilimli o'quvchilarim bor. Bilim bor, lekin qo'rqib avval chiqarib olmaydi. Dostona deydi, qo'rqaman deydi. Keyin o'zingga netma oshnab so'zlab, o'zini aytib kelib, keyin chiqarib olaman. Keyin oston-oston 3-4 darsdan keyin уже moslashib, уже atmosferaga tushib qoladi. Bu yerda уже qo'rqib o'tirman, dostona o'zimni olg'am. Xato qilsam, xatomni to'g'rilaydi, shuning narsa уже shakllanadi oston-oston. Bu birinchi eng katta muammolardan biri, qo'rqish, uyalish. Ikkinchi katta muammolardan biri bu so'z boyligini kamligi, ya'ni vocabulary, словарный запас deydi-ku. Ingliz tili o'rganib boshlagan odamlar birinchi asosiy fokusini ko'proq so'z yodlashga qaratishi kerak. Necha so'z ko'proq yodlab olsa, tilni o'rganish osonroq bo'ladi. Endi buni yechimi sifatida men bir o'zim metod, usul tavsiya beraman. Masalan, o'quvchi bir darsdan keyingi darsgacha 40 dona so'z yodlasin o'rtacha. Endi keyingi darsgacha o'rtada 2 kun bor-ku masalan. 2 kundan kerak o'quvchi 40 dona so'z yodlashi kerak. 95% odam
Aş 40 dana so'zni bir o'tirganda yodlashga harakat etadi. Bir o'zini o'zi o'tirganda, qiynaydigan. avang, bir o'tirganda shunchaki ma'lumotni miyaga darrov sig'dirishga harakat etadi. O'zim 15 minut ichida, 15 minut ichida u 40 dana so'zni darrov yodlashi kerak. Bu narsa qiyin. Bu narsa noto'g'ri deb o'ylayman. Nechakni tez yodlading, shunchaki tez yodingdan chiqib ketadi. Buning uchun bo'lib yodlash kerak. Masalan, o'rtada 2 kun bormi? Masalan, azonda 7 dana so'z. 7 dana so'zdan boshlang. 7 dana so'zni yodlang, lekin yodlaganda iloji boricha uni yozilishini yozib, ya'ni spellingini, yozilishini yozib, yonida periyodini yozib, aytib, talaffuzi, pronunciation deydi. Biz bolalarga so'z tashab beramiz yodlashlari uchun. Shunda har bir so'zni pronunciationdan beramizdan, to'g'ri talaffuzini. Shu narsaga e'tibor berib yodlash kerak. 7 ni yodlaydi. Keyin abeta keladi, abeta qarab, yana toza 7 ni yodlaydi. Kecha kelib, toza 7 ni yodlaydi. Kunda 21 dana. Shunda o'zini qiynamaydi. Qiynalmaydi, lekin shu narsa odat bo'lib uni hayotiga kirib qolishi kerak. Masalan, azonda choy ichish kerak, abetda ovqat yeyish kerak, kechda ujin ichish kerak. Bu bizning hayotimizga kirib bo'lgan-ku. Odat. Ingliz tili o'rganib turgan odamdan hayotiga shu narsa kirib qolishi shart. Azonda 7 обязательно. Abetda 7, kechda 7. Ham ongsoat, ham effektivniy bo'ladi. Ham ongsoat, ham yonina juda yaxshi qoladi. Qarang, kunda 21 danku, azonda 7, abetda 7, kechda 7. Kechda 21 ni bir повторение etib bersin, hammasini bir. 21. Avval mening maqsadim 21 dana so'z yodlashadi. Azonda yodladim, abetda yodladim, kechda yodladim, ina повторение qildim. 21 sini zo'r yodlabman. Endi keyingi kuni. Keyingi kuni 21 ni yodlayapman. Уже 42 bo'ldi. Shu 42 sini eng oxirinda bir qator повторение etib, ana keyin darsga kelsa, biza darsda so'rab tekshirib olamiz, kamchiliklari bormi, yo'qmi. Shu 40 dana so'zni o'quvchidan so'raymiz birma-bir. Ishim aytgan metodim juda ko'p o'quvchilarga yordam bergan. O'zlarim aytadi, dostonan ishi usullar o'tganimdan keyin haqiqatdan ham yaxshiroq yodimda qolib boshladi. So'z yodlash qiyin narsa emas ekan deb boshladilar. Boshdan chiqadi, 40 dana so'zni o'tirib yodlayajak edi, qiyin. Birdaniga 40 dana so'zni yodlash qiyin. Уже bo'lib berdik, уже bolalarda o'sish jonli effekt. Hozirgi kunda ingliz tilini o'rganajak odam o'rtacha 3 oyda o'rganib biladi va jasaddan vaqt ajratishi kerak kunida. Shuni birinchi navbatda men odamlardan xohlagan bo'lar edim maqsad qo'yishini. Masalan, ingliz tili o'rganishdan maqsad nima? Masalan, o'qishga kirishmi? Necha ball olacaksın? Ya'ni maqsadni qo'yish kerak. Shu maqsadga qarab aytib bilaman. Qarang. Masalan, abituriyent o'quvchi keldi, sertifikat olacak. 0 dan sertifikatgacha bo'lgan davr o'rtacha 10 oy. O'rtacha 10 oy, 0 dan shu sertifikat olincha 10 oy. Endi 10 oydan keyin necha ball oladi desangiz, bu endi u o'quvchining harakatiga bog'liq. Individual. Agarda kunda 5 soatdan shug'ullansa, ana 7 dan ariyanini umid etsa bo'ladi. Agarda kunda 2-2,5 soatdan o'qiydigan bo'lsa, 6 oshning ballni kutsa bo'ladi. Agarda 2 kundan bir 2 soat o'qiydigan bo'lsa, u o'quvchini natija ko'rsatishi qiyin. Ingliz tili o'rganib boshlagan odam kunda ingliz tili bilan bo'lishi shart. Uni hayotida ingliz tilidan ko'p ishtirok etishi kerak. Ya'ni ishtirok etishi kerak deganim, bu so'z yodlaydi, zadaniyasini bajaradi, to'g'rimi? Undan tashqari YouTube'da inglizcha kontentlarni ko'rish, kinolarni inglizcha ko'rish, qo'shiqlarni inglizcha eshitish, ya'ni inglizcha atmosfera o'rash kerak o'zi. Sizning hayotingizda ingliz tili dim ko'p qatnashishi kerak. O kunda 5 soatda turdim, ya выгорание bo'lmaymi oxirinda? Notsam bo'ladi. Sizni oxirgi qilib qo'ygan maqsadingiz borku? Shu narsadan olib qoladi deb o'ylayman men. Masalan, mening maqsadim nima? Men masalan maqsad qo'ydim. Tasavvur eting, 10 oydan keyin 100 kilometr yuguraman deb turdim. Shu maqsadim men qiziq, kunda 40 minut trinov ketamanmi, 1 soat trinov ketamanmi? Maqsadga qarab ketaver. Kallanda maqsad bo'lsa bo'ldi. Endi 5 soat deb turman, 5 soatda ya'ni kitobni kallangga olib o'qishing kerak emas. 2 soat zadaniya uchun. 40 minut vokabulär uchun, kam 1 soat kino uchun. Yarım soat YouTube'dagi bu podkastlar uchun masalan, ishni bo'linadi u. Ya'ni 5 soat og'ir ish deb emas, 5 soat shu ingliz tilini o'rganish. Zadaniya может sizga yoqmay turgan bo'lishi mumkin, lekin sizga kino ko'rish yoqar.
Shuning uchun 5 setni bir og'ir etib qabul qilish bu noto'g'ri. Azina O'zbekistonda ikkinchi dil rus tili bo'lib turibdi baribir, lekin ko'pchilik hozir shu narsa ingliz tili o'zgaratir deydi. Shunga fikringiz necha? Albatta qo'shilaman. Bu narsani atrofimizdagi o'zgarishlardan bilib olsak bo'ladi. Hozir ingliz tili sertifikati bo'lmayincha o'qishga girish qiyin. Magistraturaga girish qiyin. Ish joylarida ham ko'rib turibmiz, ingliz tili so'rab turibdilar. Bu ingliz tili rus tilini o'rnini ostan-ostan olyatir deb o'ylayman. Buna fikrim men ijobiy qarayman, to'g'ri qarayman, chunki dunyoda dunyo tili birinchi nomer 1 dil bu ingliz tili. Dunyoni nerina borsangiz ingliz tili biladi odamlar bor. Endi yana yugurishda shundan gap chiqib aytaman. Shaxsiy savol. Shaxsiy savol. Iron Man'ga qiziqasiz. Iron Man haqida qisqacha qachondan boshlandi qiziqish? To'g'ri. Triatlon sport turi bu 3 sport turini o'z ichiga oladi. Birinchisi suzish, velosiped haydash va yugurish. Shu 3sini birgalikda bajarsangiz bu triatlon hisoblanadi. Shu 2025-yilning eng boshida 2-yanvarmi, 3-yanvarmi shunda dimjoli qiziqib ketdim. Endi avvalan bu haqida bilar edim, lekin dimjoli qiziqishim bo'lmagan edi, lekin yanvarning boshida kelib qiziqish menda birdaniga dimjolanib ketdi. Endi men maqsad etib qo'ydim, shu triatlon bo'yicha qatnashaman, xudo xohlasa. Endi qarang, Iron Man degani bu perevod etadigan bo'lsak, damir odam, ya'ni железный человек, to'g'rimi? Butun dunyoda shu Iron Man degan triatlon musobaqasi bor. Bu musobaqada qatnashasiz. Bu musobaqada nechik bo'ladi? 308 kilometr velosiped haydaysiz. 180 kilometr. Yo'q, adashdim. Kallam sacholash ketdi uzr. 308 kilometr suzasiz. 180 kilometr velosiped haydaysiz. 42 kilometr yugurasiz. Ya'ni 308 kilometr suzish, 180 kilometr velosiped va 42 kilometr yugurish. Eng qiziqi shu 3sini birdaniga bajarishingiz kerak. 3sini birdaniga bajarsangiz, siz damir odam hisoblanasiz, Iron Man hisoblanasiz. Konkret damir odam bo'lish kerak. Haqiqatan ham damir odam bo'lish kerak. Bu narsa juda ko'p insonlarni yaxshi, ya'ni hayotini juda yaxshi tarafga o'zgartiradi. Intizomga qo'yadi. Masalan, men o'zimdan ko'rgan o'zgarishlarim, masalan, o'zim ham aslan bir narsaga tayyorlanib boshladim. Masalan, kunda yugurishni boshladim. Yugurish orqali, masalan, o'zimni ba'zi bir yomon odatlarim bor edi, ularni tashlab oldim. Ves tashladim, oriqladim, sog'lomroq bo'ldim. O'zim yanada energichliroq, tetikroq bo'ldim. O'zimni his qilishim juda o'zgarib ketdi. Avval masalan, bir lanch, bir xoriq qilgan odamning o'zimni his etar edim ishdan keyin. Hozir esa har doim o'zimni tetik his etaman, energichli zo'r. Chunki xudo shukr, shu narsa orqali har kuni masalan hayotda sport bor. Shunda Iron Man'ga qatnashasiz. Xudo xohlasa maqsadim bor. Endi Iron Man'a maqsad etib qo'yibman, shu yil qatnashishni, lekin yarmini qatnashacakman. Boshlanishini shu yil uchun maqsadim. Xudo xohlasa 109 kilometr suzish, 90 kilometr velosiped haydash, 21 kilometr yugurish. Shu 3sini birdaniga bajaracakman. Xudo xohlasa shu yil Turkiyada bo'lib o'tadi. Shunda qatnashacakman. Bu meni sport taraflama qo'ygan aldima maqsadim. Nima sababdan ko'rdingiz bu maqsadni? Nima keraksa? Doğrusu o'zimga bir challenge berasim keldi. Ya'ni qarang, men o'zim aytdim-ku yana, ba'zi bir yomon odatlarim bor edi-da. Sir bo'lmasa nima odatlar shu? Doğrusini aytsam, sigaret chekish eng katta yomon odatim shu edi. Eng katta. Bundan tashiman deb birovga tashlab bilmasadim, keyin shuni aldima boshqacharoq maqsad qo'yib ko'rdim. Doy o'zingga bir challenge qo'y, может shuni yo'lida bilan tashlarsan debdan. Yaxshi odatlar ko'paydi, o'zini ham odatga ketdi. Aman, ya'ni maqsad etib qo'ydim, doy sen shu Iron Man'a tayyorlanib boshlagan, может shu yo'lda buni ham tashlab berarsan deb. Haqiqatan ham tashladim. Endi уже 6 oy bo'ldi, уже bu narsalarni umuman hayotimda yo'q. Endi qarang. Demak, yarim Iron Man'ni qiljakman shu yil, xudo xohlasa. Suzish bilan trenovkasi turibmiz hozir, masalan, velosiped bilan, yugurish bilan 3sini birdaniga trenovkada turibmiz. Bu meni sport taraflama qo'ygan aldima maqsadim. Xudo xohlasa, yarimi keyingi yil polni Iron Man'ni atish. Shu ham aytib o'tganim 308 kilometr suzish, 180 kilometr valli, 42 kilometr yugurish. U ham ishtir bir sertifikatni pul yutibmi, bir narsa. Medal beradi. Bu medalni ham o'zingiz uchun.
o'zingiz tasdiqladingiz, siz boshqacha odam ekanligingizni. Siz bu ishni qilganingizdan keyin sizni ko'zingizda liboy bir narsani imkoni borligini tuyuladi. Ya'ni qo'rqish degan narsa odamda kamayadi, yo'qoladi. Oldingizda maqsad bormi? Tushunib yetasiz, ha, demak bu maqsadga erishsa bo'ladi. Sen bu narsaga erishding, qara. Yani odamlar imkoni yo'q degan narsaga sen erishding, sen bunga ham erishib bilasan. Demak, o'zingizga bo'lgan ishonch yanada ortadi. O'sha oldingizga qo'ygan maqsadlaringiz realni tuyulib boshlaydi. Imkoni borligini tuyulib boshlaydi deb o'ylayman. Bunga nerdan hisobdan yaqinda Toshkentda yarim marafonda qatnashdim, 21 kilometr yugurdim. Hech qachon uni yugurib ko'rmagan edim. Aytdim-ku, yani yanvargacha umuman 1 kilometr ham yugurib bilmasadim. Trenopga yetdim, kunda o'zim ustimda ishladim, 21 kilometr yugurdim. Oshir narsa meni rasmiy o'zimga bo'lgan ishonchimni tiklab berdi. Oshir narsa rasmiy meni dunyo qarashimni o'zgartirib berdi kerak bo'lsa. Xo'p, endi ingliz tiliga qaytsak yana. Hozirgi gap turgan o'quvchilar men tez o'rganishni xohlayman deydi, ya'ni tezroq o'rganishni xohlayman deydi. Challa bu mumkin tez o'rganish ingliz tilini qisqa vaqt muddatda. Men tezroq o'rganajakman deydi. To'g'risi, shu vaqtgacha o'qigan shogirdlarimning ichida 6 oyning ichidan o'rganganlar bo'lgan. 8 oyning ichidan o'rganganlari bo'lgan. Lekin men bir shogirdimni aytaman, juda qisqa vaqtning ichida 7 oyning ichida IELTS oladi menimcha. O'zim 7 minutcha oladi. Yangi bola hayot angliyski edi. Keladi podkursdan chiqib shurda o'tiradi, zadaniyasini aytadi, so'zlarini yodlaydi, geshda kino ko'radi, hayotini ingliz tili uchun bag'ishlagan edi. Uni hayotida boshqa narsalar yo'q edi. Maqsadi 7 olmasam bo'lmaydi, 7 olmasam bo'lmaydi, ishunib yonib yurar edi. Unga boshqa narsalar vaqtim qiziq yo'q edi. Shu bola qisqa vaqtning ichida natija ko'rsatadi. Demak, endi qisqasi 7. Endi men bu bilan olajakman. Agarda siz ham ingliz tilini ustida ko'proq o'tirib shug'ullanib bilsangiz, tezroq olib bilasiz, lekin o'rtacha 10 oy. To'g'risi o'zi ko'pchilikni 10 oyda natija ko'rsatishlari ham qiyin. Odam o'zina bog'liq. Birinchidan o'zina bog'liq, maqsad qo'ymaydilar, ustida turib, jolli turib ishlamaydilar. Ikkinchisi muhti noto'g'ri bo'ladi, yashab turgan muhti. Ya'ni uni hayotida ko'proq o'yingulga ko'proq, ya'ni nechta olsam bo'ladi. Masalan, kur, Instagram, keyin ko'chada jo'ralar chiqqanlar bilan aylanishma, ya'ni oshuning narsalar dim hayotimda ko'p bo'ladi. Men bu narsalarga bormasin deyman. Prosta vaqtini qo'yib qo'ysam, masalan, haftada bir marta jo'ralarim bilan ko'rishaman deyishi mumkin. Albatta bu yashash qiyin, lekin bu maqsad uchun ba'zi bir narsalardan voz kechib turish kerak deb o'ylayman. Men shuni deb qarayman. Shuning uchun men maslahat bergan bo'lar edim, ingliz tili o'rganib boshlayatirmisiz, iltimos yashab turgan muhtingizdan sal to'g'rilab oling. Agarda muhtingizni to'g'rilab olsangiz, ya'ni ingliz tiliga ko'proq vaqt ochib bersangiz va shu vaqtda ingliz tilini o'rgansangiz, shu vaqt, ya'ni 10 oy ichida natija ko'rsatib bilasiz, o'zingiz xohlagan natijani. Endi prям 9, 8 deb bilmayman, lekin shu 7 olishdan imkoni bor. IELTS o'zi odam nima beradi odamlar? Ya'ni IELTS deydi, IELTS olishim kerak deydi. Qarang. IELTS sertifikati orqali butun dunyo universitetlarini topshirib bilasiz. Necha bo'lsa? Bakalavr uchun hozirgi dunyoda 6 normalniy. Bakalavr o'qiyajak bola uchun hozirgi zamonda juda ko'p universitetlar 6 so'raydi. Va hozir universitetda, hozir O'zbekistonda meni IELTS so'rab turibdilar, 5,5 so'rab turibdilar. Menimcha kelajakda bu narsalar asosdan diklaydilar. Ya'ni elde xalq 5,5 olib olsin. Уже 5,5 olish xalqning ko'zini oson tuyulib boshlaydi, уже keyin 6. Menimcha asosdan bu narsa ham diklanib boraveradi. Ya'ni talab ham asosdan kuchayib boraveradi. IELTS birinchi navbatda shuni beradi. Dunyoning eshiklarini ochadi. Avval dunyo eshiklarini ochadi. Keyin IELTS bilan magistratura topshirsangiz bo'ladi. Juda ko'pchilik xohlaydi chet elda o'qishni. Shu narsaga IELTS yordam beradi. Keyin IELTS da yana bir bölümü bor. IELTS o'zi 2 turga bo'linadi, academic va general. O'sha general bölümü chetga ishga ketjak bo'lgan odamlar uchun kerak. Masalan, Britaniyaga borib ishlayjak, bu yerda ko'pchiliklari so'rashi mumkinman. "Ey, sen ishga kelayotirsan, ingliz tilini bilasanmi?" desa, o'sha general IELTS ni ko'rsatishi kerak. Ina general IELTS da palonchakning bog'liq qo'yibman. Keyin ular biladi, bu ingliz tilini biladi ekan, masalan. O'sha bo'yicha ham yordam berishi mumkin. Va juda ko'plab boshqa plyuslar ham bor. Ya'ni aytganimdek, dunyo qarashini kengaytiradi, IELTS o'rganib turgan vaqtida. Shuning foydali taraflari ham bor.
İngilis tilini o'rganajak odamlar bor, lekin vaqti yo'q. Misol, yaxshi kattaroq, oilali, ishli odamlar bor, lekin ingliz tili o'rganasa bor. Nechik maslahat berasiz ularga? Maslahat deb bilmayman, lekin dim zo'r narsa aytib bilaman. Xudo xohlasa yaqinda shu loyihani ustida ishlab boshlatirmiz. Shu vaqti yo'q odamlar, kunda ingliz tilini o'rganisha qiynalib yurgan yoki podkursga borishga vaqt topib bilmay yurgan odamlar uchun yaqinda yangi proyekt boshlatirmiz. Hozir bu proyektni aytib bilmayman. Xudo xohlasa yaqin oylada shu proyektni xudo xohlasa xalqqa taqdim etamiz. Bu proyektda ingliz tili o'rganajak bo'lgan odamlarning barcha muammolari yechiladi. Ya'ni shu proyektim muammolarni yechimi desam bo'ladi. Ingliz tili o'rganajak bo'lgan odamlarda. Ishlimi u, masalan, o'qiymi, oila, ko'pincha ayol kishilarimiz bor, vaqt topish qiyin oila bilan, to'g'rimi? Bu turdagi insonlar ham hammasini yechim bo'ladi. Shu proyektimiz, lekin hozir aytib bilmayman, xudo xohlasa yaqin oylada aytamiz, что ana proyektimizdan foydalanib ingliz tilini juda oson o'rganishlari mumkin. Podkursga borib o'tirmaydi, shu o'yinda o'tirib o'rganadilar. Juda qisqa, sodda tilda hamma narsa tushuntirilgan bo'ladi. Va eng qizig'i 60 kun ichida o'rganadi. 60 kunda. 60 kun ichida, shuningdek proyekt bu. 60 kunda 60 kunda har kuni 60 kun, har kuni plan bor, programma bor. Har kuni shu plan bo'yicha o'qiydi, o'rganadi 60 kun. 60 kundan keyin natija nechik bo'ladi? 60 kundan keyin o'quvchi ingliz tilida ko'chaga chiqib gapirib biladigan bo'ladi. Ha, bemalol gaplashadi. Ha, gaplashib. Endi men dim yorib tashlab gaplaydi deb bilmayman. Ko'chaga chiqib 60 kundan keyin o'quvchi shu o'zini fikrini birava yetkazib, eshitgan narsasini tushunadigan bo'ladi, o'qigan narsasini tushunib biladi ozmoz. Уже o'rtacha bir 1,5 mingga yaqin so'z biladigan bo'ladi, xudo xohlasa. Avam katta gap. Avam. Kinolarni ko'rsa ozmoz tushunadigan bo'ladi уже. Xudo xohlasa 60 kun o'qigan odam sodda tushuntiraman, sayohatga chiqsa qiynalmaydigan bo'ladi. Avam, sayohatga chiqadi, novjeklikni tushuntirib biladi 60 kun. Xudo xohlasa shu 60 kunda ham loyihamiz boshlanatir tez. Lekin hozircha Urganch sharoitida ishlab yurgan odamlarni shu faqat podkursga borib o'rganadigan yechimi bor hozircha. Hozircha shu podkursga boradi. Hozircha Urganchda menimcha bor bo'lsa kerak, 7 ta o'rgatadigan kurslar, 7 da kurslar bo'lsa, shura borib o'rganadi hozircha ishlab yurgan odamlar. Hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar, qiziqarli suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Ham foydali, ham qiziqarli. Yana eshittirsizlar, savollar bo'lsa, kommentariyga yozib qoldirsangizlar, xudo xolasa keyingi sonlarimizda Mr. Begov bu savollarga javob berib o'tadi ingliz tili bo'yicha. Kanalimizga obuna bo'linglar va barcha silkalar, profillari opisiyanada bo'ladi. O'tib obuna bo'lib qo'ysangizlar, xursand bo'lamiz. Videoga like bosib, ingliz tiliga qiziqadigan odamlarni yaratib qo'yinglar. Sizga katta rahmat. Rahmat katta. Sog' bo'ling.